Hüccet chiqarish, ya'ni hujjatni boshqa formatda saqlash. Microsoft Word odatda hujjatni o'zining hujjat formatida saqlaydi, ya'ni docx degan hujjat formatida. Bu format Word'ning asos hujjat tahrirlash, saqlash formati. Bu formatdan Word o'zi bevosita ochib, tahrirlaydi va saqlay oladi. Undan boshqa biz bu hujjatlarni başka formatda saqlashga ehtiyoj qilamiz. Masalan, PDF qilib saqlab boshqa yerda ishlatishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, tuvan nashrdagi Windows Word uchun yana ayrim saqlab ishlatishimiz mumkin. Gayet tekst saqlash ehtiyojimiz tug'ildi yoki torbat hujjati shaklida saqlaydigan ehtiyoj qildi. Mushular odatda hujjat chiqarish mashg'uloti deb ataldi. Biz tuvanda hujjatga xat nusxasini singdirish yoki qistirish, PDF qilib saqlash yoki tuvan nashrdagi Word uchun saqlashni ko'rib o'tamiz. Biz Uyg'urcha hujjatlarni tahrirlagan yoki yozgan vaqtimizda buni boshqa bir odamga avatib bersak, ularning kompyuterda bizning xatlarimiz normal ko'rinmaydigan ahvolga kelib chiqadi. Çünkü biz ko'pincha ishlangan xat nusxasi sistemida yo'q. Ya'ni o'zimiz kompyuterga ayrim qachilib olgan xat nusxasi. Bu yeni bir kompyuterda bo'lmaganligi uchun biz hujjatimizni olsak, xat normal ko'rinmaydi. Gerçi mazmuniga ta'sir etmasa-mu, ko'rinishiga ta'sir etadi. Bundaq vaqtda biz navoda hujjatimizning o'ziga ishlatgan xat nusxalarimizni qistirib olsak, bu hujjatni nagili opirib ochmasin, bizningki hujjatimiz normal biz yozgan asli xat nusxasida ko'rinadi. Buni odatda xat nusxasini qistirish yoki singdirish deb ataymiz. Xat nusxasini qistirish uchun biz hujjat tizimlikini ochamiz. Bu yerdan tanlanmalar degan turni bosamiz. Bu vaqtda Word tanlanmalar degan ko'zna kechadi. Biz bunun ichidan saqlash degan turni bosamiz. Bu vaqtda sol tarafda bir turkum saqlashga munosabatli tanlanmalar chiqadi. Bunun ichidan biz eng osti qismini qarasak, hujjatga xat nusxasini qistirish degan bir tur bor. Bu odatda normal ahvolda tanlanmagan bo'ldi. Biz buni tanlab, undan keyin ma'qul desak, biz mushu hujjatni ishlatgan xat nusxasi hujjatning o'ziga birga saqlanib qoladi. Hujjatni yo'tkizsak, xat nusxasi birga yo'tkiladi ikki qismda. Nega basak normal ko'rindi. Endi bu yerda yana ikki dona tarmoq tanlash bor. Bunun birisi putukda ishlatgan, ya'ni navbatdagi hujjatni ishlatgan harf belgilarini qistirish. Bu deganlik bir xat nusxasida bir qancha yuz yoki necha yuz, hatto ba'zi hanuzcha xat nusxalarda necha ming harf bo'ldi. Biz buni tanlamagan vaqtimizda shu bir xat nusxasining hammasi hujjatga qistiriladi. Bu vaqtda hujjatning sig'imi eshib ketadi. Gerçi Uyg'urcha hujjatlarda undaq bo'lmasa-mu, hanuzcha xat nusxalarini qistirsak, hujjat bak cho'ngib ketadi. Bunday ahvolda biz buni tanlab qo'ysak, faqat shu hujjatning ichida ishlatgan harflarni tanlab hujjatga saqlaydi, ishlatmaganlarni saqlamaydi. Buni elib olsak, hamma xat nusxasini harflarni saqlaydi. Bundan bo'lgan vaqtida boshqa yerga opirib tahrirlagan vaqtdami yangidan harflarni qo'shib tahrirlasa, bizning xat nusxamizdan normal chiqaveradi. Shuni bilan tanlamasak bo'ladi. Endi bu yerdagi yana bir tanlash universal xat nusxalari qistirilmasin. Bu deganlik universal xat nusxalari sistemada bor xat nusxalari. Ya'ni mening kompyuterimdan bor, boshqa bir odamning kompyuteridan bor xat nusxalarini bu hujjatga qistirmasin degan gap. Bunday qilgan vaqtda biz hujjatning sig'imini kichikiltib qolaymiz. Navoda buni elib olsak, sistema xat nusxalarini buniki qistirdi, hujjat yo'g'inab ketdi. Buning zurriyati yo'q. Shunga bu yerdagi tanlash shu paytda to'g'ri yaxshi. Buni ma'qulladik, undan keyin saqlab etdik.
xat nusxamiz hujjatning ichiga birga saqlandi. Endi bu hujjatni boshqa bir kompyuterga olib olsaqmi, xat nusxasi bo'lmagan ahvol ostidami normal ko'rinadi. Endi biz hujjatni başqalarga avatmoqchi, başqalar bundan foydalanmoqchi yoki o'zimiz bir hujjatni telefon yoki taxt kompyuter bir narsa ochib ko'rmoqchi bo'lsak, ko'pincha holatda PDF hujjat formatini ishlatamiz. Yoki bo'lmasa PDF hujjati bu sifatlagan har qanday qismida Linux Mac kompyuterlarda normal ishladi, xat nusxasi talab qilmaydi. Biyosi o'qib ishlatgan oldu. Şu ihtiyaç için PDF çıkarmakçı olsak, biz hüccet tizimlikini assak, bu yerde çıkırış diyen bir tur var. Bunu bassak, bu yerde PDF yoki XPS hücceti çıkırış deb bir turni ko'ramiz. Bu yerdeki PDF'imizga tunuştuk. Adobe şirketiningki PDF hüccet formati. Hem de XPS'ini Microsoft'ninki PDF'ga o'xshab ketadigan bir xil hujjat formati. Yine bunu PDF'ga o'xshash ishimiz odatda Windows o'zi bevosita ocha oladi. Boshqa usullarda normal ko'rinmasligi mumkin. PDF yoki XPS chiqarish uchun biz mushtallash ahvolida PDF yoki XPS qurish degan knopkani bosamiz. Bu vaqtda bir hujjat saqlaydigan dialog ramkasi chiqadi. Bu yerda hujjatning nomini yozib beramiz. Ya'ni o'z beti tutsin. Onundan keyin bu yerdan ikki dona tanlash var. PDF yoki XPS. Biz PDF'ni tanladik. Onundan keyin bu yerdagi e'lon qilish deganni bassak, bu hujjatimiz PDF'lab saqlanadi. Bu yerda yana bir qancha tanlash var. Hujjatni topgandan keyin echish. Bu deganlik hujjatni PDF saqlab qo'ygandan keyin o'zi avtomatik ishlaydi. Buni ilova etsak echilmaydi. Onundan keyin bu yerdagi ikki tanlash o'lchamlik. Bu PDF'ni o'lchamlik holatda saqlash, ya'ni cho'ng kichikligi muvaffaqiyatli. Kichiklitish talab qilinmaydi. Ya'ni hujjatning sig'imi cho'ng bo'lib ketsa hech qisi yo'q degan gap. Bu yerda tırnak ichiga yozib qo'yibdi, torda e'lon qilinyotdi va besilyotdi. Bu amaliyotda undaq degan gap emas. Tarjimasi xato bo'lib qolibdi. Torda e'lon qilish uchun yoki printerda besish uchun o'lchamlik chiqaradi degan gap. Hamda eng kichik cho'nglik bu degani torda tarqatib emas, torda tarqatish uchun tayyorlaydi. Ya'ni torda hujjat kichikroq bo'lsa, buni tushirish osonroq bo'ladi. Shu hujjatning sig'imi kichikroq chiqadi. Biz shu o'lchamlik holatda qilsak bo'laverdi. Buni bosgandan keyin sifatiga ta'sir etmaydi, ya'ni qog'ozga bosganda. E'lon qilishni bosdik. Hujjat saqlandi. Undan keyin Adobe Reader degan hujjat o'qishda, PDF o'qishda bu hujjat ochildi. Biz buni bu yerda xohlagancha o'qiy olamiz. Xohlasak Adobe Reader'niki printerda besish iqtidorini baylanib, buni besib ishlata olamiz. Biz PDF chiqarishni ko'rib o'tdik. Endi yana boshqa xil ehtiyojlar bo'lib qolsa, masalan tekst yoki RTF yoki torbat qilib saqlamoqchi bo'lsak, o'xshashlar hujjat tizimligini ochib, bu yerdan boshqa saqlash, ya'ni boshqa format saqlash bu turni bosamiz. Bu turni bosgandan keyin kompyuterni tanlasak, buni kompyuterimizda saqlay olamiz. Saqlash o'rni. Masalan, men navbatdagi hujjatlarimni mashq hujjatlar degan hujjat qisqicha saqlab o'taman. Buni tanlagandan keyin hujjat saqlash dialog ramkasi yashadi. Bu yerda bizningki tanlaydiganimiz odatda saqlanadigan tipi, ya'ni hujjatning qaysi tipda bo'lganligi. Masalan biz tekst saqlamoqchi bo'lsak, bu sub tekst, ya'ni tekstchi deganni tanlasak bo'ladi. Bu formatda saqlagan vaqtimizda bizningki hujjatimizdagi barliq formatlar yo'qolib ketadi. Ya'ni xat nusxasi, cho'ng kichikligi, rangi deganga o'xshash narsalar yo'qaydi. Rasm qistirgan bo'lsak, bu rasmlar ham yo'qaydi. Jadval degandek narsalar. Bu faqat sub tekst bo'ldi. Buni biz
kompüterni Windows'dagi xotir daftar orqali ochib ishlatalaymiz yoki har qanday bir supidagi Mac, Linux yoki Android, iOS degandagi tekst o'quvchilarning hammasi buni ochib ishlatalaydi. Audio formati orqali biz yani Windows'dagi WordPad degan hujjat orqali hujjat tahrirlaguvchi orqali uni ochib ishlatalaymiz. Bunikida bir qism hujjat formatlari saqlanib qoldi. Masalan, xat nusxasi, cho'ng kichikligi, o'ng so'l o'tirg'i to'g'rilangan qiyofatlar deganga o'xshash. Navoda biz buni torbat qilib saqlamoqchi bo'lsak, torbat deganni tanlasak buni. Ya'ni bu HTML formati, to'g'ri qo'yilgan hujjat. Bunda saqlagan vaqtimizda biz tinch holatdagi bir torbat hujjatini hosil qila olamiz, ya'ni o'zimizningki hujjatining mazmunidan. Hamda bu yerda torbatning ikkisi bor. Buningki kengaytirilgan nomi o'xshashli HTML. Lekin buning farqi torbat degan vaqtimizda Word'dagi bir qism format belgilarini bu torbatga o'z beti saqlaydi. Buni qayta Word'da ochgandan keyin yana o'z beti tahrirlab ishlatalaymiz. Hamda bu suzilgan torbat deganda torbatdagi Word'ga munosabatlik, ya'ni Office'ga munosabatlik alaydi belgilarni, formatlarni suzib o'tadi. Yani sap torbat holatga keldi. Bu mu torbatda normal ko'rindi, ishlatalaymiz. Torbatda normal ko'rindi, odatda saqlagan vaqti ko'pincha shu suzib o'tilgan holatda saqlasak bo'ldi. Ya'ni qayta Word'da tahrirlashninki ehtiyoji bo'lmasa. Masalan, biz buni torbat shaklida bir nusxa saqlaylik. Bu yerda bizdan eskartish qilib so'rayotdi. Ya'ni bu xil holatda saqlasak, Word'ninki, Office'ninki nurg'un belgilari uchib ketadi. Buni qayta asliga qayta to'g'ri bo'lmaydi deb. Biz buni shunday ishlataversak bo'ldi. Saqladik. Bu hujjatimiz bu yerga saqlandi. Soat taqaydigan vaqt keldimi? Ya'ni biz hozir saqlagan hujjat. Bu oldida saqlagan PDF. Bu hujjatni açsak tor ko'gishda bizning maqolamiz ko'rindi. Endi hujjatni yana boshqa xil formatlarda saqlasak, torbatda saqlab bo'ldik. PDF mu saqlab bo'ldik. PDF saqlagan vaqtda biz oldin qatim bu yerdagi chiqarish degan tizimlikni bosib chiqargan. Bu yerni chiqarish bilan bu boshqa saqlash degandan chiqarishning hech qanday farqi yo'q. Ikkinchisi o'xshashlar PDF qilib saqlay oladi. Endi bizning ishlatayotganimiz Word 2013 nashri, ya'ni eng yangi nashri. Lekin hozirgacha yana nurg'un odamlar Office'ninki 2003-yilgi nashrini ishlatyapti, ya'ni 10 yil burungi nashrini. Endi Word 2003 bilan Word 2013'ninki hujjat formatida farq bor. 2013'da docx degan hujjatni ishlatadi, 2003'da doc degan hujjatni ishlatadi. Biz bu 2013'da tayyorlagan hujjatimizni boshqalarga bersak, 2003'da normal ochanmaydi. Ularning normal etish uchun biz buni Word 97'dan 2013gacha degan bu turni tanlasak, Word 2003'da normal açalaydigan hujjat qilib saqlay olamiz. Yani Word 2003 hujjat formati qilib saqladik. Yani bu asli hujjatimiz bu Word 2003 formatida saqlangan. Yani kengaytirilgan nomi DOC. Navoda yana boshqa hujjat formatlariga ehtiyojli bo'lsak, boshqa saqlashdan echib xohlagan formatlarda saqlasak bo'ldi. Masalan, Navoda Open Office'da ochmoqchi bo'lsak hujjatimizni, bu yerda Open Document'ninki hujjat formati bor. Buni tanlasak bo'ldi. Yoki XML qilib ishlatadigan ehtiyoj bo'lsa, XMLni saqlasak bo'ldi. Yana bu yerda Word XML bilan mutlaq ochiq XML'ninki
farqi var. Word XML'de Word'ninki formatlarını özbeti saklaydı. Bunu Word yani özbeti içip işletkin oldu. Bu mutlak uç XML hüccetninki kurulmasını XML aletde programa ulab işletilgan bazı ihtiyaçlar olsa bu halatı saklasak buldu. Hüccet çıkarış yoki boshqa nomni saqlash munosabatlik mazmunlarimiz bu şey tugadi.